Assalamu alaikum, hürmetli qarindoshlar, aziz vatandoshlar, barliq Sharq Turkistonlik qarindoshlar. Hammanglarning assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar, aziz vatandoshlar. Men Dilyar Musabaytin hammanglarga o'tliq salom. Hammanglarning shu vaqt xayrli bo'lsin. Alloh hammanglarning tinini salomat qilgan ishinglarni utuqli qilsin inshaalloh. Aslida men bugun bundaq bir naq maydon bilan sizlar bilan yuz ko'rishni o'ylamagandim. Ama bizning diasporadagi kun tartib hamma narsani o'zgartirib o'tadi. Shuning uchun bugun kun tartib sababli sizlar bilan yuz ko'rishib o'tiribman. Hammalarning xabar bo'lgandek, Sharq Turkiston Surgunduk hukumatining tashqi ishlar ministri Salih Xudoyor qarindoshimiz shu bir tashkilotlar imzo to'plash harakati orqali Sharq Turkiston tashkilotlarining maydonini boshqa davlatlarga yoki Amerika bildirish to'g'risida bir harakat boshladi. Buni nurg'un tashkilotlar qo'lladi. Bizmi albatta qo'llaydiganlarimizni e'lon qildik va biz Sharq Turkiston yoshlar qurultiyi nomidan va yerlikdagi 5 tashkilot nomidan 6 tashkilot jami imzo qo'yib bo'ldik. Ve Avustraliya'dınmı başka teşkilatlarının imza koyganlığını ve kollaydıganlığını haber aldıkça teşkilatlardan dünya miqyasida aldık. Ve bu bir hayırlık başlanış oldu. Endi bu yüzlengenden keyin, bu hareket başlanıp, bu hazır ahvallığı kelgenden keyin nahayetimi normal halda bizning munofiqlar qurultayimizdan qonun ishlari maslahatchisi va deyman bilishimcha Mehmet To'xti, hammamiz biladigan To'xti chiqib bir nimalarni so'zladi, to'pladi. Bularning bir to'qay g'aybat to'plari bor. Shu to'plarda bir nimalarni so'zlayotdi. Endi bu so'zlagan narsalardan naytimi balkim bek az qismini anladım deb o'ylayman, chunki bular to'xtamay shu 10 minut gapdan 20 minut qilib 1 soat 20 minut o'tirib anglashimiz kerak. Buni kimning cho'lisi. Ama anlaganlarımdan men bu Mehmet To'xtining tahdid his qilganligini his qildim. Buni tushundim. Men biz tahdid his qilyapman dedi. To'g'ri, tahdid kelyapti. Yani ovqat tugidi, bozor tugidi, chatoqyadin tutdi bu qatim Salih Xudoyor. Endi men bugun Mehmet To'xtining siyasi hayatını bir xulosalab qarindoshlarga nima ish bo'ldi, qanday bo'ldi va agarda Tayvan to'g'riliq bir to'qay alichoq so'zlabdi, u yerdagi xatolarini tuzitish bilan birga Mehmet To'xtini xolisa xalqaro munosabatlarda bir 2,5 yil tarbiyalashni men unga ofaq berman. Xolisa kelsin men 5,5 yil o'qitay, saran ketishdak, kalvadek gaplarni bu Tayvan masalasi to'g'riliq, burun indigenous meselesi to'g'riliq saran ketishdak gaplarni qiladi. Başta gaplarni qilishdan qutulaman desa, men o'qitishga rozi, haqsiz. Shunga bugun Mehmet To'xtining ba'zi bir bayonlariga qarab chiqamiz va nima uchun tahdid his qilindi, nima uchun Qozonning gumurlib ketayotganligini his qilganligini qarindoshlarga men bir oshkorlab o'taman. Oldi bilan Mehmet To'xti debdiki, bir to'qay son-sanoqsiz ovozlarning birisida, qanchasiligini bilmayman, ishga ovoz keldi, shuning asosida so'zlayman. Bu imzo yig'ish, bunda qilishlar foydasizga. Buni qilayotgan odamlarning kallasi ishlamaydi, ular siyosatni bilmaydi. Ham bu ishlar ziyonliqga. Oldi bilan bundan degan gaplarga kirishdim burun Mehmet To'xti nima ish bo'layotganini men ham tushuntirib qo'yay oldida. Qara, bo'layotgan ish shu. Burun bu mustaqillik ovozidan chiqardiganlar chiqqanda aktiflik bilan o'zligidan qurultoyimni qo'g'dayman deb Dabshaqvali maydonga chiqqan, teri qilin bo'lg'ashqa. Ammo Dabshaqvalining terisini biz teshib o'tib qoldik. U mahirda mustaqillik deb kirib yili chiqib o'tadi. Shuning uchun bu seni oldiga ishtirayotganlar Do'lqinaysa emas. O Do'lqinaysa unda qaldi yo'q, bunday ishlarni hisoblaydilar. Ammo bir odam bor, Erkin Akram. Erkin Akram aqlli odam. Shuning uchun bu seni oldiga ishtirayotganning sababi shu, Mehmet To'xti. Qeriqalining terisi qilindi, seni bizning oldimizga shu
terisi en kelidi muşuke muşunu taşlaydı deb soyunkalı kılıp itibatıdı seni bizden aldığımızda. Ama Erkin Ekrem'nin bilmeydiğin bir hesaplamagan bir noktası var. O nima desem, kalının terisini qandaq bir taraf qilishni en yaxshi bildiği adamdan aldığı taşlap koydu seni. Musa Bay'ın teri zavodi deb anlaganda ustasından aldığı çık kaldı. Şunun için bu terang senin terangını bir taraf qilishni bilamiz. Qilin terangni. Kileyli yani Erkin Ekrem'nin seni neye taşlap soyunkalı kılıvatqını terangning qililigi sebebinden taşlavatqını aldı deb düşen. Kalvadek keşkiş çıkıp xalqning gözüge set görünüvermeli xeyqirgan avazın gazadi. Hemmisi öyle oldu. Hazır Mehmet Tohtu demenla. Ya nemi deydigan ismini ben koyup bilmek yerindişim. Onu nemi deyip ataşnıydı mendin anla. Hem de Kileyli Erkin Ekrem'nin damadı azırak çüş. O akıllık sendin. Aldığı taşlar biraz çıktı verme. Teyrağın hazır biz kanda ateş edildiğimizi gözde. O teyrağını bir taraf kılıçlı bölümüz. Musa Bay'ın zavotudun çıkallı var mıydı? Hoş Kileyli. Sen bu rayısınaşının yakımız teşkilatlarının avaz berişinin paydası yok. Bu xalqning rayını demeydi bunu mehbi keyni de munda kılıdı. Senin mehbi keyni de nimiş kuat kılığını çıkarımız. Onun mazı kal. Senin çetellik belge nesliğini mehbi de bizge belge nesli var. Abdunum yani kanda talep kuatının onu mu çıkarımız aldırma. Deyse. Yani bu xalqning rayı ya teşkilatlar biz müstakillik de bir hükümetke bir devletke özünün meydanını bildiriş paydasız deyse. Yani sen İlham Tohtu'nun vatanda 700 Uygur'un işçide kılgan. Onun 351'i avtonomiya, 349'u müstakillik diye nesi bilen mağlup olan bir nesini. Bu sanını udullu itibatı mencimiz sanını inik isim yok. 700 Uygur'un rayısına şimdi neçe yıl Amerika'nın aldı kötürep jürse Uygurlar bizge avtonomiya halaydı. Mana ispatı 700 Uygur'un rayısını işide. Ama Salih Hodayar toplagan 100 mingdan artık imza onu Amerika'ya tanısa o işlemende senin 700 kişilik avtonomiya alımız diye rayısını işim küçüğüge o siyaset. Ama 100 mingdan artık adamın imzasını Amerika bilen siyasetini bilmeydik adamda. Nerede çünkü o kendime sen Ondan keyin bu qitim 40-50'den aşıdı imza koyduğun teşkilatın sani hazırlıcı bizden KG uçur, AGA uçurlarımızda hesaplaşımızca. Bu qitim da resva oldu sizler milletinin aldıdı. Birli şeyli, yani biz nimi qilayli, vatanımıza paydalı kişi biz kollaymiz deb qo'yib, xalqqa yumshoq ko'rinib, biz birli şeyli desek, olu birleşmeydi deb qo'yib, amaliyotda kim birleşmeydi, mustaqillik des kim qochadi? Bu qitim yüzünle aşkarlandı milletke. Hem de senin seviyen Mehmet Tohtu. Elke indigenous people have the right to be free diyen dili inik boğan. Tamam mı? Ya aşınçılık seviye. Indigenous people'ın nimiligini bilmeyse Kanada'da 30 yıl yaşadım deyse. Şuna bunun ismini koyuyutay. Kara Gulcu'da, ben Şarkı Türkistan'da Gulcu şehir çoğun okan, doğulup çoğun okadem. Kayıt kaldım mı demiş oldu. Qeyrindaşlar kayıt kaldım deb koysanlar buludu. Ha normal olsa devre. Yani ben özüm gözü kayıt kaptım, keçirsizler. Yani ben Şarkı Türkistan'dan Gulcu şehirde çoğun olgan. Gulcu şehirde mındaq bir Avustralya'dan var bu adet, Gulcu'da mındaq bir adet var. Hemme adamga isimlerini kıskartıp aldı. Mesela Nur Mehmet bolsanız Nuri oldu. Nurtay bolsanız Tay olursunuz. Şunda isim kıskartış yoki o'zgartirishlar ichida mında bir şey yo'qaroq, mında semizroq, hem özünün dötlüğünü mü bilmey, bilmegen narsani sarangda so'zlar ve adamga bir isim qo'yib oldi G'ulji xalqi. Nima deydi bilamsizlar? Go'sh Mehmet deydi. Yani Mehmet Tohtu ben seni ko'rgandan keyin, ağzından chiqayotgan yillarni yoki chiqayotgan gaplarni anglagandan keyin men G'ulji xalqining, eli xalqining haqiqatan bir paylasuf xalq ekanligiga ishondim. Yani naq seni tasvirlabdi amaliyotda.
Hoş geleyli Göçmemed'nin Tayvan doğruluk kılan geplerge. Birincisi Tayvan müstakillik ilan kılanmakta çünkü Amerika ile Xitayning diplomatik münasebeti bo'lg'achqa Tayvan müstakilligini ilan kılanmakta. Ya sen Amerika'nın Tayvan siyaseti, Xitayning O'rta Sharq siyaseti to'g'risida hech nimani bilmaydi ekansan, Göçmemed. Amerika'nın Tayvanga qo'ygan siyosatining ismi Strategic Ambiguity deydi. Yani stratejik iniqsizlik siyosati. Tayvanning mustaqilligini mi qo'llamdi, yoki bo'lmasa Tayvanni Xitoyning bir parchasi bo'lishini qo'llamdi yoki mustaqil qilib o'tamdi. Iniq qilmaslik bu Amerikaning maqsadli qilayotgan siyosati. Iniq qilmay, ambiguous tutib oldi. Strategic ambiguity, ya'ni strategik iniqsizlik siyosati bu. Amerika qasddan qilayotgan narsa. Endi bu orqali nimani saqlayapti deganda Amerikadagi rayonning mushu holatini kim o'zgarsa biz shunga qarshi deydi. Mushbeti turistlar deydi. Tayvan nim deydi, Xitoy nim deydi. Tayvan mustaqillik e'lon qilsa biz hujum qilamiz deydi. Tayvan nim deydi bu vaqtida? Nimda atib Tayvan? Biz mustaqillik e'lon qilamiz, qo'qatimizda atamda, unda demaydi. Biz mustaqil davlat, bizning mustaqillik e'lon qilishimizdan hojat yo'q deydi. Yani üçüncüsü özünün gapini rast qiladi, musholat saqlanadi, urush chiqishning oldini oladi. Xitoy o'zining xalqiga propoz qiladi. Tayvan mustaqillik e'lon qilsa biz ularni hujum qilamiz deydi. Amerika deydi, hozir holatni o'zgartmaysizlar mushtatursul deydi. Tayvan deydi, xalqiga, yani xalq deydi-da, bu Xitoydan qo'rqamdiq, nimish mustaqillik e'lon qilmaymiz desa, biz davlat mustaqillik e'lon qilishimizdan hojat yo'q deydi. Yani bu üç davlatning o'rtasida o'zining xalqiga so'z qilish ve bu rayonda urush chiqarmaslik uchun qasddan qurib chiqqan bir tangpungliq siyosati. Tayvan Xitoydan qo'rqib mustaqillik e'lon qilinmaydi deydigan shu yo'q. Tayvan mustaqil bo'lib biz e'lon qilishimizdan hojat yo'q deydi. Shuning uchun sen buni Tayvan bunda qilinmaydi nereden olib olgan gaplar bu? Xato gapmi. Ondan keyin Uyg'urlarning xalqining mustaqillik deyishi va yoki biz mustaqillik olamiz deb Amerikaga avatishi, buni berishi foydasizga. Yoki bo'lmasa ahamiyatsizga, siyosatni bilmaganligini oshkorlab qo'ydi ekan. Tayvanda biz mustaqillik olamiz deb Amerikaga imzo to'planib, yilda qancha qitim avatilganini bilamsan? Tayvan xalqining Xitoy bilan qo'shilib ketishni xohlaydiganlarning persenti qanchalik, qanday o'zgaryapti? Mustaqil biz Tayvanlik deb qaraydigan va Tayvanning mustaqil bo'lishini xohlaydiganlarning soni qanchalik, u qanday o'zgaryapti? Har oyda bir tekshirish yapardigini bilamsan Tayvan xalqining ra'yini sinaydigini. Xalqning biz mustaqillik olamiz deb Tayvanliklar Amerikaga imzo to'plab avassa u ishga yaraydi. Hatta tabii kemmey qalsa u to'g'ri raqam, to'g'ri data Amerika o'zi oyda bir o'lchab turdi Tayvandagi ishlarni. Xalq qanday qaraydi deb. Uli qilsa uning siyosat uludi, Uyg'urlar 40 yilda bir qitim, 70 yilda bir qitim imzo to'plab Amerikada siyosatni bilmagan bo'lamda. O siyosat sana keldigan tehdit nima? O 700 kishilik 700 odamning nimasini ko'tarib chiqib avtonomiya deb pul elib yeyayotgan qozining o'rilib ketadi. Shundan qo'rqaysiz. Az qoldi. Qadam bilan bu yerga keldik. Hemen es plan bo'yicha men vaqtida ko'rsa qanday o'rildigini qozining. Endi Mehmet to'g'risida, ya'ni bizning Göçmemed to'g'risida yana bir narsa deb qo'yib qarindoshlar. Bizning Göçmemed Kanadada bir şaparanvat deysinglarmi? Şaparan bilan Göçmemed Türkiye'ye verip 10 bin adamning imzasini to'plagan nima materialni uchurini. Kanadaga o'tkaymiz debdi. Kanada parlamenti, Kanada hukumatining xabari yo'q bunday vaqtida. 10 bin adamning tizimligini to'plab, qaytib kelib Kanadada bu ishlar besib yo'qab ketgandan keyin ba'zi Uyg'urlar surishtirgan bo'ldi. Hatta mana Ruqiya Turdish xonimning shu vaqtida degani bo'yicha o'qanda Әлігі Шәпәрән Гүлей Мәқсүтін сорғанда, bu 10 bin adamның tizimligi qene bunu davlatga berdinglarmi desa,
bir çamdını mende, bir çamdını Mehmet Doktu'da, bende tahminen 5.000'da adamның tizimligi var, kalan 5.000 Mehmet Doktu'nun koluda dep, neyadligini, kimdiligi, kandaligini bilmey, yuqap ketken 10.000 kişilik tizimlik. Rukiye Turduş Hanım başta depti ki Gülü Məksud Şəpərən. Yani 5.000'dan bölüşüp dikende bular 10.000 qeyrinişimizden uçurlarını. Göç Mehmet, Şəpərən nerede hazır? He? 5.000 Türkiye'deki 5.000 Uygur'un tizimliğini kötürep vatan ketdi mi ketmedi mi? Şəpərən. Ketmedi mi? Qara bu milletni setip yediği işonlar tügüdü. Tamam? Onda yani bizimizde ayakka yötkep setip yediği işon tügüdü. O Şəpərən'in özünün digini de 5.000 yerimi Mehmet Doktor kaldı, yerimi bende kaldı depti ki. Hazır nerede Şəpərən? Qeyrindaşlar kızıqsanlar ma videodan keyin dektimlar mening betimde bolsun Facebook betimde Şəpərən'in nerdeligini men köstüp koymaslarga. Şuna qeyrindaşlar bu ahvol bu. Anki Yaponiyadagi bir kitap to'g'risida bir tunigan bir ig'izcha bir qeyrindaşlarning bir yaqin qeyrindaşlarning to'plab gap qilsam u top taqat ne qilib ketdi. Yaponiyadagi bir kitap to'g'riliq narsa so'zlagan. Göç Mehmet hayırlarında yani bir neçe yutma. Yaponiyada Saud isimli bir sıvaki. Şu 2017 yıl keldimde, 2016 yıl keldimde Yaponiya kelgan. Bununki nimesi Yaponiya teşkilatı kiripti bu Uygur cemiyetiga ve bu bir kitap yazıp demiş Uygurlar doğruluk. Uygurlarning hazır ahvoli ve arzusu doğruluk. Bu kitap ne? Belgilik sanda baskızıptı bir qancha 100 tane belki bir 400 ya 500'ni baskızgandı. Baskız bulup böyle baskızgan neşriyatın kitapның hemmini özü setip aptı. Sırtqa çıkamaz. Özü setip elip bu kitapni Yaponiya Uygur cemiyeti bizde Yaponiya parlament a'zolariga taqitibdi. Bu kitapdan birini bir Yaponiya parlament a'zosi o'qib bizning Yapondagi a'zolarimiz bilan aloqa qildi. Bu kitapni Uygur yazdıgan kitap emas. Bu narsa Uygur'un gibi emas. Köp sallık Uygurlar avtonomiya halaydı. Az sallık milli bölgünçüler az sallıkları müstakillik halaydı deb qanda bir Uygur yazıdı deb bir yapıllık parlament a'zosi bizning balığa evetdi bizning a'zolarimizni. Neçayning aldiki iş bu. Şuna biz dedik yani. Bular azıcık biz çetelliklerini görürsek şu nayet iniq taratımız. Bular avtonomiyachi, milletga vakillik qilmaydi, biz mustaqilchida. Endi bu mustaqilchi bilan avtonomiyachi ayrilish kerak o'tirsin. Manda gerek kelganda suni yoki ishni suyutmanglar ba'zi ziyolilar. Bu ish o'ng soldinmi o'ta avtonomiyachi munofiqlar vatanparvar yeriga ketdi. Endi chiqib onu kısmı buludu, bunu kısmı buludu degende gaplarni qilmanglar. Bu meydan olsun azroq. Mikronlarni uzaymaydigan bo'lsangiz, aşaq ma'ayaqda deb turinglar. Mikronlarni uzalaydigan ishonlar bo'lsa, vatan uchun deb turadigan ishonlar bo'lsa, manda vaqtida shuni leyitmanglar. Yani bir narsa yizyapmiz chiqadi. 5-oyda chiqadi ekan. 5-oyda chiqadigan narsani eski tamda o'sha qopgandek ma hükümet endi bir ishni boshlas. Tokkada taşlap koyuşunun nemi sebebi? Sebebi ne mi? Siyasette nemi üçün boldu demeyimiz. Nemi üçün hazır boldu dep sorayımız. Çıkan diken kısılmamdı. Bu sunu leyittir. Yani işini buzoş. Bunun işi şu bu, hayat şu bulanın. Volkswagen meselesi doğruluk mu içilgen bir yığın var. Bu münafıklık kurultayının Volkswagen doğrusu ki AKP yüzünü videoluk nakmeydan yığın xatirasida ko'zlamak qarindoshlar sizlarga. Bu bir yildan ortiq Volkswagen namoyishini qilgan qancha davlat 11 davlatda 36 nuqtada bir yildan ortiq namoyish qilgan qarindoshlarga mening qarzim. Ko'ztib qo'yma Volkswagen harakati qanday boshlandi, kim boshlandi, kim tarafida o'tirib qo'yildi, qanday boshlandi ve bu munofiqlarning aktivist reislar bu ishning foydasi yo'q. Bunday ishni qilgandan foydasi yo'q deb qanday qarshi turdi. Shu
yığında. Videosunu koyup verme, yığından hatırsı var bizde. Videosunu. Ondan keyin o iş akkandan keyin Volkswagen biz görüşgəndən keyin Amerikadakı əxlaq müdürü var mı bularning? Yoshlarni axloq qil tarbiyalash kursi ochqadakli birisi var bu Amerikada. Şunun bilan yana birisi bu ishni qanday buzg'inni ko'rslar. Yani bularning qildigan bir ishi var. İş buzuş. Sap foydasi yo'q, tayini yo'q, BDT'ning oldida ko'rgazma qildik. Quruq konsulning oldida vaqadik. Yani bizim qildik, ashunda yerga apirish. Ammo haqiqiy bir ma'nosi var. Qara Tayvan xalqi imzo to'plab biz Xitoyning bir parchasi bo'lib qolmayli, biz mustaqillik xohlaymiz, Amerika bizni tashlab etmaydi deb imzo yig'ib Amerika kongressiga yo'llaydi. Bu siyoset. Ama Uyg'urlar buni qilsa bu siyoset emasga, do'tkitga bu. Go'shmamat o'zining qapak kallamı bir o'ylash oldida. Neydi bilmaydigan temam to'g'risida qilayim qanday so'zlamay. Shuna mau Yaponiyadagi kitobni men İnşallah qancha tez shuncha yaxshi. Men chunki yaponcha bilmayman qarindoshlar. Ishidagi mazmuni va tejining rasmini to'g'ri chiqarib qo'yishga tirishma. Uni ko'rib baqsanglar bo'ldi. Yeniqi kitobni dunyoda hech kimning xabari yo'q unda kitobdan chiqqanidan. O'zi setib olib o'zining kitobi. Yeniqi Turkiyada bir Pepe Tomaq chiqqandi, o Sharq Turkiston qurolsi bo'lmaydi deb kitobim bor deb. Hech kim bilmaydi uning kitobi neydi. Mau Yapondagi Pepe Tomakmi? Özüninkini özü setib olib, yani onu kitobni kimning yozib berganini tasavvur qila olamiz yani. Bir adam kitob yozsa, ham kitobni o'zi setib olmaydi, o dunyo o'qisin, tanqid qilsin, alqishlasin deb dunyoga ichib etsa akademik narsa deganni. Ammo o kitobning nereden yozilganligi endi qo'yg'ashqa o'zi setib olib, dunyoda hech kimning xabari yo'q, parlament a'zolariga taqdim etibdi, Uyg'urlar avtonomiya xohlaydi deb. Yani qarindoshlar, bu kurashning, bu da'voning ichi bu Xitoylarning hatta beshida chiqqan qeyri go'ngpaylar ishga yaramagandan keyin boshqa go'ngpaylar hatta keyingi saplimi go'ngpaylar va biz terisini teshib etgan dapshaq bilan Rayhan Nasat deganga o'xshash. Bundaq nimalar bilan chiqib Sharq Turkistonlikning mustaqillik degan ovozining bir yerga yetib kelishining oldini olish uchun barchaqinilikning hammani qilyapti. Yani bunun faydası yok. Siyasetini Uygurlar bilmeydi ki dep kalamış çetellikle eğer teşkilatlar çıkıp biz müstakillik halayımız dese. Sen 700 edemden jıkkar rayon oladı. Veteriner işçili jıkkar rayon olan İlham Tohtun'un. Kötürep kancı yıl jüdü 7 yılda var aşını söylep jüdü teşvikatını kıldın herep devletlerinde Uygurlar avtonomiya alıdı dep. Nemişka? İnidinin taşlap degen biz söngeki üçün, biz söngek üçün. Tasmalık iştiler. Yani birisi qanday xalq sizlar qarindoshlarım bir tashkilot bo'libmi bu ishni tushungan qarindoshlar sizlarga demedim juma ma podaqchiligi da'vatimi ham qo'qanchoqligi bizga vakillik qildi degan tashkilotingning qo'ymachini buzuqni xoinni tutadigan taftishi 2018-yilda Almanga berib kelibdi. Alman degan Xitoyning ishchi, ya'ni Xitoyga berib kelibdi. Ya bu teşkilatında so'rashmamsa bu demişti. Ya bu teşkilatın hain de bu sen hak kalımı hemen. Kaldı yok mu sen hakta? Çıkıp nim dedi işkinesin dedi o teftişi. Ya to'g'liq nim kısa to'g'liq qaytgan cevap 60 yaş yeşindin numus kısa amamda yaşı gaplarni qilgancha. Çıkıp deydi dedi. Manda deydi. İki noktası mühim. Birincisi Koreyaga berib, Koreyaning aydirumining ichida ishlayotgan Almanga berilgan biletnapda azarakda. Koreyaning aydirumida ishini bitirib, Almanga berilgan biletga Almanga bormasdan aydirumning ichida ishini tugatib ketibdi. Mening 3 yoshlik bolam bor, o'g'lim. 3 yoshlik o'g'lim qavziyat o'tqag'il 5 kun bo'lgan. Mush gapni deb berdim, ya'ni bir odam Almanda ishi yo'qga, Koreyaning aydirumining ichida ishlayotgan aşağıda işini tüyütüş için əzəndəb Almandan ayrılıb getirgan bilet elib Kore'de işini tüyütüp ketibdi. Almanğa barmabdı desem 5 gün qavziyat olgan 3 yoshlik balam tartliq qilib ichib keldi yani. Ya bu gap mushunun qil yaraydi yani. Mushu gapni desa mushtahka deb ashuni ko'tarib yurvatamizlar bunaqa ko'tamchilik qilsanglarmi, podaqchilik qilsanglarmi, qo'linglarga bir ig'irlik bo'lish kerak. Bo'lmasa o'zinglar rasvo bo'lasizlar. İkincisi bu teftişinin gibi.
Men Xitoyga Almanga bahsam, qanday qila olaysan dedi. Tug'luqdan qanday qila oladiganini ko'rdim. 9:30da uyanga borsa 12:30da chiqib yo'q qilsan deb lavzlashdim. Ama bu savolda amaliyotda bu gapni kimga deyish kerak? Dolqin Aysaga deyish kerak. Mehmet To'xta, Go'sh Mehmet sen qo'shilding. Sen haq qanday qila olaysan? Senin hain tutadigan, buzuqni tutadigan, qo'ymichin tutishga mas'ul bo'lgan taftishing Almanga berib kelib qanday qila olaysan deydi. Sen haq qanday qila olaysan deb baqa. Yani bir onu sen to'xtatmish qo'yatsa xato chiqaman tashkilotdan degidek yurgan varmi? Yo'g'on, o'zida yo'g'on gaplarni qildi bu Go'sh Mehmet. Ey, qara Almanga berib kelib taftishing. Avval onu bir tepib qaranglar, xaloyiq bizning tashkilot xatolik o'tkazganini chiqarib o'ta olamiz. Kuchimiz yetadi deb baqa dilshatirishga kuching yetmaydi zaten. Hech qaysim. Dilshatirishda hammadan 5 razmi cho'ng. Anladım men ovozni. Tamam? Bilmay Elke Amerika'daki advokatlarının lavda deb xat yazganlarını ko'rdim men. Tamam? Unuga yetmaysa tamam. Bağço mavu bunu o'simi chiqarib o'tib ish bo'lmasa bizda unda xatolik chiqsa, xoinlik chiqsa chiqarib o'talaymiz. Bizga ishini oladigan bir tuyg'unim beramiding ey. O olmanda ip kelgan buyrug'lar hammaning tasmasini qaytadan chingitdimi kim biladi. Shunga o'zingdan 5 razmi yo'g'on gapni qilmay Go'sh Mehmet. Ay ishchingdagi sesiqchilikni tozlay olsang tozla. Tozlayamsan muomalatning yo'liga putli qashonlik qilma. U burungi davr tugidi. Mana ish bitigusi Zaten sürgünlük hükümet on taraftaki teşkilatlarını yetaklayoladiganligini ko'rsatdi. Men mushu kunni saqlatatdim. Bir harakat bilan yeni bir momentum yaratib, yana bir dolqin yetaklayoladi ekan. Biz bunun ko'rayli bu teşkilatning, ya'ni sürgünlük hükümet degan teşkilatga o'xshamaydi. O'ndan bir daraja ustun ve xalqqa mashruiyatini e'tirof qilganmagan masala bor. Bunda olganda biz qanday yaqin kelimiz unga, qanday jiroq turimiz buni o'ylashimiz kerak. Chunki xalq e'tirof qilmagan narsa bor va bunda o'tmishdagi jiq masalalar bor. Shuni biz diqqat bilan to'g'an. Ammo bu qitim bir bishoratni berdi, ya'ni biz o'ng tarafdagi tashkilotlarni yetaklay olamiz degan narsani ko'rsatdi. Endi bunda o'ng tarafdagilarda dialog hamma narsa boshlandi degan. Shuning uchun bu boshlanib chiqqan vaqtida badab qo'yay. To'g'liq Hamidning qo'lida avaka man so'zlabdi, an debdi degan qarindoshlar texi hech nima ko'rmaganlar. Rasvasi chiqdi rasvasi. Shunga Sharq Turkistonlikning ovozini sen haq yetkazmaysa, tashlab qo'ygan bir so'ngak uchun anangni chiqib sotilgan haqsan. O aniq. G'arbning, Yevropaning Sharq Turkistondagi qirg'inchilikqa ilishib qolmasdan qanday qilib sizlarning vataningizda pul topimiz bizga maslahat beringlar, yig'in ichishdan munofiqlar. Men qatnashdim shu yig'inda. Unda yig'in yo'q dedi Erkin Akram, videosini chiqarib qo'ydim. Yo'qmi-ki? G'arib shirkatlarning qanday pul tepishiga, bizning vatandagi xalqni qirib atgan shirkatlarning ashlardan puli bilan qiradi uni. Qanday davomli pul tepishiga va qirg'inchilikqa sut choplashib qolmaslik uchun ismi chetilib qolmaslik uchun biz maslahat yuritganmiz. Onamni chiqib sotilgan saya munofiqlar. Seçsang setish, o'zingning onangni setish, muomalatni setish hamda tugidi. Restoranni chiqarib o'tamiz. Tamam? Anki mavu 10 ming imzo to'g'riliq savollar Abdurim G'ayni qarindishimizning savollari bilan texmo konkretroq javob bermay qarindoshlar. Shunga buningdan Mehmet To'xta yo'q, Go'sh Mehmet var qarindoshlar. Bu elining xalqi paylasi bo'lma. Shunga bundan Go'sh Mehmet deb ataymiz va uning da'vatgan gapini o'zining imdodini o'zi bilmaydi u. Qonun deb qiyqirgan bir ovoz chiqdi, ammo azroq bir narsani, masalan, Erkin Akram qanday anglatsa ham o'sha odamning gapini, ey. Siz qo'yibsiz nimani? Siz hamda strategiyani o'zingiz tuzib qo'yib, oxirsida o'zingiz chinavatgan odam bo'lsangiz-mi? Bilasiz-ku odamning da'vatgan gapini qanchalik tarozi bosmaydiganligini. Aslında qanday meydingiz ko'taryaptimi bilmayman. Hamda meydi bo'lsa sizda. Sizga ayrim kelma. Shuning uchun qarindoshlar, ammo yo'lda do'qurishib qolamiz dedi. Manda qerikallarni oldimizga tashlab o qerikallarni ter zavodni qurgan odamning nevrisi, mana qerikalning terisini bir taraf qo'yib o'tkitib ishlamaydi bizga. Tamam? Shuning uchun Allohga omonat qarindoshlarim, oldimizdagi Gollandiya vaqti shanba kuni
Keç saat 10'da Abdurrahim Geyne kardeşimiz açıdığı ekranda. Allah aman kısa şu yerde görüşümüz. Hemen Allah'a emanet. Görüşkice aman bulunlar kardeşler. Ama Şarkı Türkistan'a müstakillik deydiğen müstakilçi kardeşlerim ümit var durumlar. Tik durumlar tik. Kenanlar yanmanglar. Cemaat yani bizime de kızık yaplar var. Bunda kılıverсiniz neziriniz gibi bakmayımız cuma. Ya senin bu seye kutlar goy oğlamda sevlemse aldı da. Senin bu seye koydan alsı. İmansızlık mı şunda ne suçu? Kupurgu mektudu. Şunun için hemen Allah'a emanet kardeşlerim tik durumlar. Gayretlik durumlar. Ve iş yerde çekinmenler. Sual soraştın çekinmenler. Hem inkas yazıştın çekinmenler. Toplarda gakılıştın çekinmenler. Meydan alanı bildirip durumlar. Meydanını bildirip durmasa tepten iş tuğan su işçiden ses getidi kardeşlerim. Tabi dolkullap duruş gerek. Tamam. Şuna hemen Allah'a emanet. Aldığımızdaki şembe günü keş Amsterdam vakti keş saat 10, Avustralya vakti etigen saat 8, yekşembe günü oldu bizde. Başka yerden vakitlerini bilmeyim arkadaşlar. Üzerinde hesaplıyorlar. Şu vakti görüşükçe Allah'a emanet. Abdurrahim Geyne kardeşimizden sorayılan suallara şu ekranda cevap vermeyimse. Görüşükçe aman bulunlar. Hayır.